Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan top 5 ta ishonchli mining dasturlari haqida tanishib chiqamiz. 5-o'rinda mana bu ST Farm bor. Bu ham ishonchli. Faqat kamroq beradi. Sabr qilish kerak. Ishlasa bo'ladi. 100% to'lov qilsa bo'ladigan narsa bu ham. Maqsad shu, reklama ko'rib, skorsini oshirib, bu ham sekin-sekin tanga yig'adi. Men o'zim bundan chiqarib ko'rdim. Mana 4 marta chiqarganman buni. 4 martasini zavishini turibdi. 5-o'rinda. Endi 4-o'ringa keladigan bo'lsa, mana Cloud Mixer. Bu ham ishonchli. Buni ham maqsad shu, reklama ko'rib, skorsini oshirib, mayni yig'ish hammasi. Mana kerakli miqdorga yetganda yechish ruxsat beradi. Shu ruxsat berganda mana bosamiz. Buni bosamiz. Aldi bosdik, qancha kerakligi yozib chiqadi, mumkin bo'lgani. Ruxsat degan yozib chiqadi. Bundan ham yechdim. Endi 4-o'rin bo'lsa, 3-o'ringa kelgan bo'lsa, Estipol turibdi. Bu ham 100% ishonchli. Kam beradi, lekin yomon emas berishi. Bugungi o'zida ham ancha-muncha chiqarib ko'ring. Hammasi ishonchli dasturlar ekan. Sinib ko'rildi. Yarim soat, 1 soatcha oldin yana skors berib qo'ydim. Yig'ishni boshladi. Yetsa bo'ladigan summa bor. 5 turibdi. Bosamiz. Ketdi mana. Tushdi zavishini. Story'ga o'tdi. 3-o'rinda turibdi. Endi 2-o'rinda Block Mining bor. Bu ham ishonchli. Buni ham ancha-muncha chiqarib ko'rdim. Oldingi profillarimda ham bor edi bu. Shu oldingi profilni ham chiqardim. Buni ham maqsad shu, reklama ko'rib, tangali miningda ishlash. Balansga kiriladi, bosiladi. Limitga yetganda ruxsat beradi. Mana spot tariqasida 2 marta yechganman. Buni ham o'z ko'rsatmaqatga tushganini. Va endi 1-o'rindagisi 100%, mingda 1000% ishonchlisi Forex tegisi. Ancha Forex ishlatmagan odam ancha kam bo'lsa kerak, lekin bu narsasini ishlatib ko'rmagan. Forexda hamma birja uchun ishlatgan, lekin miningni ishlatib ko'rmagan bo'lsa kerak ko'pchilik. Internetimizni saslab berib, miningga bossa, mining chiqadi. Shuni ishlashga davom etyapti hozir. Shu 26 sent, $3.26 hozir yig'ib qo'ydi bu. 10 kuncha bo'lib qoldi ekan. Menimcha
Vaqtimga qarab bosib ko'raman. Chanoq hisobiga. Bundan pul chiqarilgan. Faqat mana bonus o'tadi. 482 $5 yechilgan edi. 482 men o'yinga ham kiritib ko'rganman. O'shani hisobiga hozir 482 qolgan. Savdo qilib ko'rganim hisobiga 483 qolgan. Ishonchli. Endi ana 4 ta ishonchli dasturlarimizni yechib olgan kashloklarimiz mana Spread Wallet bilan bitta dasturimiz bor, kashlokimiz bor. O'shanga o'tgan. Mana bu yechib qolgan dasturga shu qolib bundan ham yechib oldim. Bunga o'tganda yechib oldim. Shunga yechilgan. Bu birinchisi. Endi ikkinchisini ko'rsataman. Böyle top 5 tarinchiga 4 ta dasturni pulini mashinaga tushirganman, mayninglarni pulini. Hammasi tushgan. Hammasini istoriyasi bilan turibdi. Kam lekin tez tushib turibdi. Yig'ib qilsa bo'ladi. Hammasi bugungi. Kechga chiqqanga bilan bugungi. Yana sizlar bilan yana boshqa dasturlar haqida yana tushuntirib o'taman.